Assalomu alaykum. Efirda Texno xabar. Mamutlarni qayta tiriltirishni maqsad qilgan startap bahosi 10 milliard dollarga yetdi. 2025-yil mart oyida Amerikadagi biotexnologik startap Golashal Biosciences genom tahrirlash bo'yicha ilmiy tajribasini taqdim etdi. Loyiha doirasida sichqonlar go'zal va qalin yungli bo'lib qoldi. Bu esa ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Biroq bu kichik tajriba ortidan zamonaviy biologiyaning eng katta maqsadlaridan biri mamutlarni qayta tiriltirish loyihasi turadi. Ilk qarashda bu faqatgina ilmiy loyiha bo'lib tuyulishi mumkin, lekin Silikon vodiysi investorlari startapga juda faol sarmoya kiritgan. Natijada Golashal Biosciences bahosi 10 milliard dollardan oshib ketdi. 2018-yil iyul oyida Garvard tibbiyot maktabining mashhur biologi Jorj Chorch va uning hamkasblari Rossiyaning Yakutiya viloyatida Cherskiy qishlog'iga borishadi. Bu yerda qadimiy mamutlarning so'nggi qoldiqlari saqlanib qolgan. Ulardan DNK namunalarini olib, kelajakda mamutlarni genetik jihatdan qayta yaratish rejalashtirilgan. Hozircha bu borada aniq javob yo'q, lekin gen tahrirlash texnologiyalari tez rivojlanmoqda. Ushbu tashkilot o'z maqsadiga yeta olsa, buni faqat mamutlar balki boshqa yo'qolgan hayvonlar ham qayta tirilishi mumkinligini anglatmoqda. Biroq ko'pchilikni bir savol o'ylantirmoqda. Bu ilmiy loyihami yoki biznesmi? Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Shunaqa gaplar. Texno xabarda yangiliklarimizni kuzatib boring.